Selam dostlar, top 5 topshirig'i o'z ishini davom etadi. Boshlaymiz. Do'stlar, mana joyda kelib jetdi. Tezroq parklarda yurishsa, do'stlar bilan ko'rishasi keladi. Lekin menimcha, kitoblar ham she'rlar turida unutirga kerakmi? Shunga ko'ra, bugun men sizni top 5 eng tekar rus shoirlari bilan tanishtirishaqman. Ketdik. Birinchi shoir Mayakovskiy. Menimcha, Rossiyada yashovchi har kim uni biladi. Amina qiziqli fakt. Rossiya ham Sovet yozuvchilari orasida uning turida yozilgan mazaklar soni bo'yicha u birinchi boradi. Ikkinchi shoir mening eng yaratgan shoirlarimning birisi Yesenin. Amina uning turida qiziqli fakt. U birinchi she'rini 8 yoshida yozgan. Uchinchi shoirimiz birinchi sinfdan o'qib kelgan, yaratgan Pushkinimiz. Mana uning turida da qiziqli fakt topdim. Pushkinning bir sayr fobiyasi bo'lgan. U shanti barmog'ida bo'lgan uzun tirnoqni sindirishga qo'rqqan ekan. To'rtinchi shoirimiz Marina Tsvetayeva. Mana qiziqli fakt. U o'zining birinchi jiyintig'in 18 yoshida ham o'z oqshasini chiqargan ekan. Beshinchi ham so'nggi shoirimiz Nekrasov. Sovet adabiy tanqidchisi Vladimir Zhdanov fikrincha, Nekrasov rus so'zining rassomi bo'lgan. Do'stlar, bugunga mana shular edi. Amina siz nendek shoirlarni o'qiysiz, ham qaysi shoirlar sizga o'xshaydi? Tezroq kommentariy yozing'iz. Bugunga mana shular edi. Sog' bo'ling'iz. Пока-пока.